Senur bizga o'g'irlangan sovg'a olib keldi. Qanaqa o'g'irlangan jinni o'g'irlamagan. Menga sovg'a olganmisizlar? Biz Yangi yil kuni beramiz sovg'a. Oldindan jinnicha qilib bermaymiz biz. Yo'q, men Yangi yilda oldin olaman sovg'ani. To'g'ri sizlarga sovg'a olib keldim, lekin bular menga sovg'a olmagan Yangi yilga. Ichida o'sha britva, naski, chochu. Raspakovka chek. O, juda og'ir bu, og'ir. Ha, juda og'ir. Ha? Ya nimaligini Nima u? Nima bu? Televizor. Men oyoq kiyim deb o'yladim men buni ko'rib. Oo! Televizor. Bizani bitta kanalda ko'rsatadigan televizorimiz bor endi. Jinni ko'p ashula etadi bu, yo'q-ki. Senga o'zingni sovg'angni o'zingga boshqacha upakovka qilib sovg'a qilishganmi? Qarasang shu sovg'a juda ham yoqibdi o'zi. Yo, men bermayman, menga yoqdi. Yoqdimi? Boshqa qilmasak bo'lmasdi, Ibo, yomon bo'ladi. Ibo Amerikada bo'lganda kuchayib ketardi bu miyasi bilan. Malz va batareya tushga erindingda televizorga yo'la olsan hozir. Da, zato ishlayapti mana. Endi qaranglar. O'yna. Yoqdi, sovg'asi yoqdi. Yo'q, xafa bo'lyapti. Yo, zo'r. Zo'r. Voy! Dahshat, voy. Uchun shoshili. Rahmat, Senor. Topgan tutganingga baraka bersin. Nech pulga olding buni? Nima qilasan pulini? Qarang, ana o'zini gapi bor edi-ku, o'sha gulli pulini berib qo'ya qolsa undan ko'radigan narsani bor. Bunaqada bo'lmaydi, bunaqada bo'lmaydi. Buni xato bo'lib qoladi. Rahmat, zo'r. Mazami? Issa yoqdi. Yana menga 10 ta kerak shunaqa Senur. Bo'ldi, xafa bo'ldi. Bilib qoldim. Yo'q, hazilajam, men kuchum. Zato men sovg'a olganman, sizlarga o'xshab sovg'asiz emasman. Ha, zo'r, Senur. Show.